Mana xudo xolasa rastorlarimiz tayyor bo'ldimi? Ozgina suv kerak emasmikin, ha? Shahro. Suv, ha, jinday. Katta injener mana. Bo'ladi. Quyamizmi endi? Ha? Quyib ko'ramizmi? Bu to'ytonlar masalan tezroq quyinglar mana. Bir mazza qilsak oxirigacha qilaylikchi. Mana shu 220 volt tashlaydigan meshalka. O'zbekistonda birinchi bo'lib yo'lga qo'ydik mana. Bo'ldi uzu. Qani ustakalar quyinglarchi. 220 da ishlaydigan paddonga qo'yadigan stanogimiz. 220 da ishlaydigan meshalkamiz mana. Qirg'izistonga qarab yo'l olyapti, xudo xolasa. O sizlar toshlaring mayda bundan, ha? Undan zo'r chiqadi-da. Ovozchalar ham mengina. Bor bunaqa bo'lmadi. Atirga beraman, bitta meni so'rab. Onaqangiz bor ekan. Bizda xizmatlar. Umarni rahmlar zavodda. Mana xudo xolasa birinchi chiqishlarimiz chiqdi. 15 ga 30 razmerda. Rastojinda kam bo'lib qopti. Ha, zoshlarga keldi. Xudo xolasa mana. Qaratlarimiz ishlayapti. Kimga shunaqa uskunalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgan tayyorlab. Bu yerda yurib qo'yadiganlari ham bor. Stashkada o'zida. Zakaz bo'yicha tayyorlanaveradi. Meshalkalarimiz 220 lik mana. Hamma ishlarga rivoj ko'rganda ko'rishguncha.